Assalamu alaikum, urmatlı cemaat, urmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Жалал-Абад областы, Жалал-Абад мал базарындабыз. Сонда тагырак айтканда Жалал-Абад жылқы базары кулундардын кулундар сатылган жердемин тугандар азыр. Ушул кулундар боюнча алынган, сатылган анан кулундардын бааларын жакшы сурап билип берүүгө аракет кылам тугандар. Сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди сөз комментарийге жаза кетебиз тугандар. Hazır bir çekeden başlayız onlar. Kulun kança oldu ki? 40 bin aldınız ha? 40 bin sonra urgaç kulunu alıp tuttuk onlar. Anan bir yakta daha kulunlar varken, bir yakta akeler soda kılgan giyin ışık. İşler bol tava akeler. Az zaman sağır. Kulunlar kançadan oldu da ki? Ben gördüm de koyastam ne bir öyle dese. Aka qayсында qancha asır otası? Qayсында qancha asır otası? Çeke deyin qancha? 36. 36 asır otası mı? Erkek bir kaçı? Şul kulunda 36 bin son asır otası. Kettik ev. Tamam bunu kulun jamançon kuluna gende tayday var ekeni. Kulunda qancha da otası aka? 100 oldu. 100 bin somda otası. Ama çok kuluna gel abi. 100 bin somda. Ne anan görsen tay değilsin de ona ki. Sayıp geldi kuyruğundan tanıyıp ama tarmal bulup bilin tarafıyoruz. Yol 1.35 barak şekerin var. Kulun kança eken kulun akeler? Kulun 47'de o zaman. 47 bin somda attır kulunda. Qaysı kulunsa da oldu akeler? Doğru. Doğru kançaga? 36. 36? 36 bin som var. Doğru kulunsa da oldu. 36 bin som. Onu 47 bin somda attır. Bugün kulunların balarını yaxşı sura bilip bereylik. Köpçülük kommentariye yazıp kulundar deyirse. Ya kança oldu şu da ya? Satılat? Kança? 150? 80 kam var. 80 kam var mı? 80 kam var. 80 bin son kam var gel. Yerde kulun kança eken? 34 görmedim aga. 34 ga vermedin ha? 34 bin songa satılıp baptı. Aktulpar degen kanal. Tay kança oldu atlı? 45 bin sonunda odası hala. Suradığı bazar. Karaqışqa eken. 37 buldu da. Küteyle geller, küteyle. Kança eken aka kulun? 45. 45 bin sonunda odası. Erkek. 45 bin sonunda eken erkeğe. Suradığı bazar aka. Suravadı. Kança? 38, 39 suravadı. 38, 39, 40 bin de odası. 45 de odam. Ha 45 de odası. Kança eken kulun? Kança? 37 bin son. Bu da tostu degen gedeni. Qaysa öğretken? Kaçan atıyor? Kulunlar kançadan? 32. 32 bin somdan mı? O zamandan o balda satıp attı da mı? Soyu odattı. Atın kim sen? Adı 30 bin 40 bin de otmayın. Kança kulun? Ha. Kança da odasın? 35. 35 de odasın. Bazar suradı mı? Kança suradı? 30'ga 31'ge sırası. 30-31'ge suradı da. 31 bin son mu suradı şu bunu? Berber eken yoksa da oldu nereden gel. Kança suradı atsak ha? 35. 35'ge suradı atsak? Bakın şu kulunda 35 bin son mu suradı? Erkekке urgaç eken aka? Erkek eken ha? 35 bin somması var. Tinchlik degan mal olur.
Ana yaxshimi bilasan? Yaxshi zo'r. Boyadan beri Jalolotga surib o'tibdi mashina. Quvonga 120 ga satib yurdim. Biz yaqinda kenja mashina bor. Quvon o'zine 120 ga. Yakada Taylar deyilgan. bayaq jeringda. Bo'ldi. Qancha kam qilding? 50 kam. 50 ming so'm kam bor, ha? Semiz yaxshi qilding ekan. Bozor qancha so'radi shu qilindi? 42 43 so'rayapti shu qilindi. Mana semiz qilindi ekan ama. 43 mingga so'rayapti. Xayrel aylanib bayaq jerime kelib qoldi. Ya to'ri bo'lgan qancha ekan? Qaysi baraka bo'ldi de? Bor baraka. Beraka. Yo'l qancha so'rab qo'ydingiz aka shu to'rni? Ha. To'rni qancha so'radingiz? 37 ga. 37 38 ga. 38 ga so'radingiz. Shuni 38 mingga so'rabdi shu qo'lni. Allapaki qancha bo'ldi? 40 ming. 40 mingga oldinglarmi? Yaxshi erkak urg'achu. Erkak ekanman. 40 ming so'm bo'ldi. Tak. Biz o'z ishimizni ulaymiz sekin. Yo'q, qara qulun qancha ekan? 45 ming so'm. Erkak urg'achu. Urg'ach. 45 ming so'm. Bozor qancha so'radi shunda? 40 ga so'radi. 40 ga so'radi. Sho'ng'ilma ekan. Urg'ach ekan. Oo, 5 qashqa, 5 yıldız qomni. Erkak urg'ach urgan, ha? Menimcha erkak o'xshaydi. 5 yıldız. Ko'zlari dag'i shekildan ekan-da. 5 qashqa qancha bo'ldi akalar? 73,5 bo'ldi. 73 ming so'm. Satildi va? Siz satdingizmi? Молодецlar. 73 ming so'mga satildi. 5 qashqa mana, 5 yıldız deganlar. 73 ming so'mga satildi. Krasavchi. Erkak ekan o'zi. Yaxshi ekan, jo'n-jo'l. $73 ming so'm. Shintib 1,5 yosh taylarga kelib qoldi. Taylar qanchadan bo'ldi aka? 52 ming aka. Taylar 52, ko'k 55. 52, ko'k 55. Nuzi yerda 60 ming so'm, ha? 60 ming so'm ekan. Namida baraka. Bor baraka qancha oldi akalar? 63 ming so'm so'rayapti. 53 ming beraman. 63 ming so'm. Yetakdagi taylardan Aylanamiz. Bor baraka qancha oldi bundan? 85 ming so'm. Jazog'undan o'xshaydi? Jazog'una. Qancha so'radi bozor aka? 77 so'radi. 77 ming so'm so'radi. Aylanamiz. Aka tay qancha ekan? 80 ming so'm. Janalar yaxshi ekan. Jazog'undan qancha bu aka? 75 da o'tadi. 75 ming so'mda o'tasa. Zo'r ekan. Yaxshi bor 75 ming so'm. Cho'ng'uda yaxshi ekan. Pul qancha ekan? Pullar jazog'undanmi? 85 ming. YouTube'ga chiqaramiz. Sizni qo'shib, bilmayman qo'shmadim, o'xshaydi aka. Qancha ekan bu? 85 ming so'm ekan bor, ha? 85 ming so'm ekan bor ekan. Savdo bo'lyapti endi. Shu savdo bo'lgan yerda yomon yaxshi ko'raman. Oq tulpor degan kanal. Tatib qo'yli. Taqsir qayerdan bo'ladi taqsir? Jangi qarma oltir, mol sal olsa da o'xshaydi taqsir, ha? Tayba olsa da yaxshi. Semiz taylar bor. Yo'q, oldu, ular tayib qo'yiladi. Qochmayman sizlar. Men sana 40 chala aytdim. Men tatarcha so'zlayman, men 40 chala so'rayapman voy. Tatar tilini tushunmay aytaman. Oq tulpor degan kanal. Bilasizmi? Men aytdim, bo'lishini aytib qo'ydim o'lkam. Yo'q, bo'lishini aytmang, joqin qilib turaylik. Ana 70 turaylik. Yo'q, joqinni ayting bilan bitta o'tiraman. Maylanish. 68 ga bilaman. Allah.
Men bunday devron 75 80 de almayım. Boluşun aytib qo'ydim da buni. Ha? Men baylanishini aytib qo'ydim bunda qilib. Alsang al, olmasang buna. Alamın da alamın. Ha, bo'ldi, 68 ga davay. Ben size az istemez. Alamın degan maqsadda so'radim. O'sha egar ola turmasam 500 so'm tushib beraman. Ondan hech aylash yo'q. Ama çağırmayın bermay qo'ydim. Yana bunalar men bermadim men. Berbergen kimni ayıp? Men de hiç kaçak koyuna bunu ana ağzına 500 koyuyor. so'm sana tushib berdim kamalam degan. Alsang, andan. Bering. Qancha berdingiz? 68 derdim. Buna qar. Ova. Ana gam bo'ldi. Bering avamla. To'ra kelmaydi. 68 ming so'mga. Ha? 68 ga so'rayotami? Ova. Siz so'rayotasiz, ha? Bering aka 68 ming. Zo'r bo'lib oldi biroq. 68 berem. Ha, beresizmi? Qanchaga so'rayotadi shunda? 60 ga so'rayotadi. 68 ga oldi o'tasiz siz. Ha, yaxshi bo'ldi. 70 dedi. Men bo'lishini aytib qo'ydim-da bu. Ha, bo'ldi, men tushunmay qoldim onda. 500 so'm tushib beraman men yo'l kiratdan. Bo'ldi. 60 ming so'mga so'rayapti. Tak, buni so'radi aka qancha deyaptiniz sizlar? 85 da. So'yish qajar aytganda u semizga. Seniki qancha ekan? Sen tartib yo'q, ne? Qaying tartdim. Qancha so'radi bozor? Bozor 70 so'radi. Shavkar suyuvchilardan aka. 24 74 Aka Shavkar qanchaga berasiz? Oy. Qanchaga berasiz? 70 ming so'm bo'lsa beraman Shavkar. 70 ming so'm bo'lsa. Magazin emas 70. Narxini siz kulgurongdi. 90 da adam. Qunon qancha ekan qunon? Qunon qancha bahsi? Bahsi qancha bahsi? 100 da otam so'raydi-da. 100 da otasi? 100 ming da. 500 so'mda 500 so'm bas şöyle çay vereyim. Çay vereyim. Var çay vereyim. Çaydı qo'y. Ko'k soda oldi akalar. Yo'q. Ko'k ne oldu aka? Demek 105 soda oldular işte. Kaç soda oldu akalar? Soda oldu abi. Kaça oldu? 70 mi? 5 kaşka 84 bin so'mga satıldı. Krasavchik. 84 bin so'm. Gella. Bakalaşka akça sal ırgıt koytur ortaga. Gella amınakey. Haydi gella. Qancha so'm urg'itdi? Ming so'm? O'zim kim aytamiz? Bakalaşkaga ming so'm solib turadi. Shunday ekan. Elni aytsamaycha. Gella qaynodat gella. Gella ming so'm. Ming so'm olasın, ming so'm aka.
Gel kıstalak mınakey. Gel. Vay kıstalak ya. Katı gölü saldı oyuna. Oy. Gel karat sol gel. Sol. Aman bu karat. Karat sekin karat. Ey. Karat sekin sal karat. Sol. Ming so'mni olib ketdim, ne oldu? Bo'ldi o'xshaydi.